ish koeffitsiyenti. Foydali ish koeffitsiyenti. Demak, bu mexanik uzatmaning asosiy xarakteristikasidan sizlarga birinchisi tushunarli demak, to'g'rimi? Uzatadigan quvvat, qancha quvvat kerak bo'lsa nima qilyapti? Shuncha quvvatni uzatyapti, to'g'rimi? Demak, ikkinchisi tezkorlik ham sizlarga tushunarli. Uchinchisi faqat sizlarga ishlatiladi, chunki bu quvvat ham tezkorlik ham sizlar fizikadan o'tilgan. Lekin uzatishlar nisbati, uzatishlar soni deganda nima tushunasizlar? Uzatishlar soniga nisbat deganda nima tushunasizlar? Demak, bu nima degani bu? Uzatishlar soni degani, uzatishlar nisbati degani bu. Demak, mana bu yerda n1 bor, n2 bor, to'g'rimi? Demak, n1 bu kiruvchi aylanasini n2 esa nima bu? Chiquvchi. Demak, ana shuning o'zini nisbati nima degan ekan? I barobar ekan n1 taqsim n2. Demak, bu yerda n1 kiruvchi aylanish soni n2 esa nima uchun? Chiquvchi. Xuddi shunday yoki bo'lmasa agar n2 esa n2 deb bo'ladi nimaga? I ko'paytirilgan n1 ga. Demak, ana shu yerda mexanikaning oldin qoidasi namoyon bo'ladi. Demak, ana bu yerda uzatishlar nisbati, uzatishlar soni deganda nima demoqchi? Necha marotaba aylanish soni kamaysa, shuncha nima bo'lar ekan? Oshar ekan. Demak, yozinglar. Foydali ish koeffitsiyentini nima tushunamiz? Bajarilgan ish foydali. Natijasi berilgan quvvatning qancha qismi bajargan ishga zarba yana qanday fikr? Shu to'liq bajarilgan ishning qancha qismi foydali ish uchun sarflangan. Demak, yo oddiy va soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsa, agar uzatilgan quvvatning qancha qismi ishqalashani yengishga ketadi. Chunki siz uzatgan quvvat hammasi to'liq yetib bormaydi-ku. Qarshilikka o'xshaydi, shu qarshilikda asosan nimadir? Ishqalanish. Shu ishqalanishni yengishga sabab bo'ladigan nimadir? Muloyiza so'raladi. Demak, keyingi savolga ana endi mexanik uzatmalarning turlari. Mexanik uzatmalarning o'zi ikkiga bo'linadi. Ishqalanishga ishlaydiganlar bor, hamda ilashga ishlaydiganlar bor. Demak, ishqalanish deganda bu o'z-o'zidan ko'rinib turibdi-ku, demak bu ishqalanish hisobida nima qiladi? Ishlaydi. Ya'ni